Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Biz oldingi xotiraga bag'ishlangan mavzuyimizni davom ettiramiz. Xotira nega pasayadi? Biz xotirani pasayish sabablarini o'rganayotgan edik. Bunday sabablardan yana biri ayrim dorilarni ko'p iste'mol qilish ham xotirani susaytirishi mumkin. Masalan, gormonlar, prednizolon dorisi, tinchlantiruvchi dorilar, ayrim og'riq qoldiruvchi dorilarni uzoq vaqt iste'mol qilish ham xotirani susaytiradi. Vitamin va gormonlarning yetishmovchiligi. Bulardan eng muhimi vitamin B12 yetishmovchiligi hisoblanadi. Keyin foliy kislotasi, ya'ni vitamin PP yetishmovchiligi, D vitamin yetishmovchiligi, qalqonsimon bez gormonlarining yetishmovchiligi ham xotirani susayishga olib keladi. Oxirgi yillarda eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu qon aylanishining buzilishi hisoblanadi. Bunda bemorlarda qon bosimining oshishi yoki tushishi, qandli diabet va boshqa qon tomir va qon kasalliklari ham bo'lishi mumkin. Bu hollarda eslash sekinlashadi, lekin to'satdan yo'qolib qolmaydi. Yoshga bog'liq holatlar ham xotirani susaytirishi mumkin. Masalan, 40-50 yoshdan keyin ba'zi narsalar xotiradan ko'tarilsa normal hisoblanadi. Lekin bu kundalik hayotga va ish faoliyatiga xalaqit bermaslik kerak. Bu mavzuni davomini keyingi videolarda ko'rsatamiz.